Ayplarimni aytolgan do'stim, ko'z yoshimni artolgan do'stim, men uchun u tabarruk inson, yomonlikdan qaytargan do'stim. Qaysar bo'lsin yoki muloyim, haq ustida mustahkam qoyim, poklik sari yetaklar doim, ma'siyatdan qaytargan do'stim. Iblis so'zin tiyolmay qolsam, taqvo tomon yurolmay qolsam, buzuq nafsim yo'liga chopsam, gunohlardan qaytargan do'stim. Yumilmasin aslo qalb ko'zi, to'laversin nurlarga yuzi, hidoyatga sababchi so'zi, jaholatdan qaytargan do'stim. Illatlarni oldini olgan, barcha harom harishdan tongan, chin ummatga loyiq ish qilgan, razolatdan qaytargan do'stim. Bunday do'sti borlar baxtlikdir, shundan hayot go'zal zavqlikdir, qadrlashga har kun haqlidir, yomon ishdan qaytargan do'stim, saodatga chaqirgan do'stim. Muhammad Rasul Navqati. Bu videoni eng yaqin qiyomatli do'stlarga jo'natib qo'ydi.